Qizli uyimni kattagina qilib uborka qilish kerak edi. Nima qilishni bilmadim. Uborka Toshkentga murojaat qildim. 5 ta qiz jo'natib beringlar dedim. 3 tasi uyni tozalashdi, 2 taligi ho'ldan tozalashdi. Hozirgi uborka qiladigan insonlarga umuman ishonch qolmagan, lekin uborka Toshkentda ishligini shunaqa akkuratni qilib ketishdi. O'zim ko'rib hayron qoldim. Raka topsin, o'zim o'ylaganimdan ham a'lo darajada tozalab berishdi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol uborka Toshkentga murojaat qilsanglar bo'ladi. Tepaligida turishingiz ham shart emas ekan, o'zligi bilib qilishar ekan hamma ishlarni. Ikkinchi etajli xonalarni ham har bitta xonani oynaligini artib, akkuratni qilib berishdi.